yilda Tojikistonlik san'atkor Mana Komiljon Otaniyazovning qabrlariga keldik. Karimbay Rahmonov Eko ekkan ekan shu daraxtni. Komiljon Otaniyazovning bobomizni ruhlari shod bo'lsin, ziyoratga keldik. Nasib bo'lsa mana nasib bo'lsa ziyoratga ketamiz deb keldik. Allohim qilgan ziyoratlaringiz Alloh dargohiga qabul qilsin. Qadamlaringizga hasanat. Usta san'atkor eng O'zbekistonda birinchi san'atni rivojlantirib yuzaga chiqargan Komiljon Otaniyazov bobomiz bo'ladi. Mana Shodimurod aka Hozirgacha bir marta esladigan ashulalarni daraxtni 87-yil ekkan ekan shu daraxtni. 87-yil mana shu daraxt ekilgan ekan. Mana. Jo'rabek Murodov bilan Karimbay Rahmonov ekkan ekan. Ustoz ruhigacha. Mana ustoz joyingiz jannatdan bo'lsin. 1917-yil, 1975-yil olamdan o'tganlar. 75 yoshida. 75 yoshida. Arvohlar qo'llab yursin. Bir qilgan tilovat qilasizlar endi. Arvohlari qo'llab-quvvatlab yursin.